Ko'ryapsizlar mana bechoralar qaranglar. Qishki kunida, sovuq kunida hech qanaqangi sharoitsiz ota operatsiya stoliga tayyorgarlik ko'ryapti. Operatsiyaga dushanba kuni operatsiya. Ona bechora vafot etgan to'ra oldin. Hech kimlar yo'q. Mana shu yashash. Erdan ajragan yosh kelinchak o'gay ota bilan bir xonada. 20 yildan beri vatansiz ijara yurgan oila. Assalomu alaykum qadrdonlar. Ro'zalar bilan charchamayapsizlarmi? Barchangizga ro'za muborak bo'lsin. Hozir ro'za o'lagan kunlarda bir oilaga keldik. Bugun xush bo'ldi. Yaxshimisizlar? Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Va alaykum assalom. Tursunaxon qalaysiz? Ha, rahmat. Bugun sizga surpriz qilib mehmon olib kelyapman-da. Va alaykum assalom. Farmaylar. Kiryapsizlarmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Kimsiz, qanjoysiz? Dadingiz qalay? Yaxshimi? Xudoga shukr, rahmat. Qanjoylar sog' bo'lsin. Nima gaplar? Bugun yotdimi yo kecha yotdimi? Kechadan yotdik. Kelaylik. Biz yoshligimizda mana shunaqa qilib o'tirardik. Biz hali Surxondaryoga, Tojikistonga borganda regallarda ko'proq yerda o'tilar ekan, hashar bo'lganda. Bu yerga o'tiramiz endi. Bitta necha yillar birga yashaysizlar? Avgust. Undan oldin qayerda yashagansizlar? Undan oldin biz Qo'rg'onchaga birinchi o'zi 2023-yili keldik. Biz bitta o'zi yashaganmiz. Boshdan aytib tushunmaydi hech kim. Biz Sibatga yozg'onga 1,5 yasharligimda kelgandim. Ayam Besharqqa turmushga chiqqan, o'zini xolasi kelin bo'lgan. Oilada nechta farzand bo'lgansizlar? O'zi jami 4 tamiz. Bu bilan 5 ta yonimda singlim. Undan eng katta otam ikkitasi bo'lmagan. Qarindosh kelinasi bo'lib, Tursunoy ismi. Men 3-farzandman. Mendan katta 8 yashar ekan, 11 oy yashab, nogiron bo'lib tug'ilgan. Shunaqa bu ham o'tib qoldi, 11 oy yashagandan keyin. Onam hali ukamdan keyin yashagisi kelmay qoldi. 3 ta farzand qo'ydi. Men ham rahmatli boradimda, men ham keyin bo'ldi yashamasdan yurib ketamiz deb ayam olib kelishgan. Qoratepaga olib kelib, Qoratepadan Yazovondan ijaraga uyga chiqarishgan to'g'ri. Shunaqa bo'lib yashab yurib, dadam kelib yana yarashdi. Endi bitta bolam bor. Yashab yurdi. Baribir bo'lmay uy-joy qilmagandan keyin ayam aytdiki, men oshxonada kecha ishlayman. Uyimiz bor, uyga kirolmas, ijarada uyga ham kirolmas dedi. Zinapoyalarda uxlar edik. Otam ichadi. Kelgan qo'qarlarda? Qo'qardik. Ayol kishi mehnat qilsa-yu, mehnatda rohatini ko'rmasa, kirib dam ola olmasa, nima kerak bunday hayot? Keyin bolam nima qilaydi? Bilmayman. Qarorni o'zi chiqarasiz dedi. Ertaga dadang ketsa, mendan xafa bo'lmaysanmi dedi. Hayot sizlardiki dedim. Indam onangga maslahat qildi. Shu bilan nima bo'ldi? O'xshamadimi yo o'zlari kelisholmadimi? Shu bilan ayrim sabablarga ko'ra ajrashishdi. Qonuniy emas-ku. Zaksi o'z nima bo'lib turibdi. Hozirgacha o'lib ketgan nima bo'lsa ham, o'tgan bo'lsa ham, dadam 2003-yilda ketib qoldi. Undan keyin umuman xabar olgani kelmadilar, hattoki. Endi kelgan Yazonga kelmagan emas, eshitdim. Bunisi o'rtoqlaridan ham topgan nimalaridan ham, oshnalaridan ham eshitdim. Biroq martalikni qizim yaxshimisan degan joyi yo'q. Ko'rgan kelgan joyi yo'q. Keyin onam dadamdan keyin ancha yashadik, etajda ijara yurib bo'lsa, undan keyin ancha joyga ko'chdik, o'sha aylanib yurdik-da, onam bilan birga. Ayam aytdi, meni oldiga ketaylikmi Qoratepaga, ha deb ijaraga pul yetkazolmayapman. Kommunal to'lovlari bor. Налоглari bor, suv yetkazib yetkazolmayapman, bolam yo'li ketaveramiz qishloqqa dedi. Keyin enam rahmatlining uyiga bordik. Haftayam 2007-yilgacha yashadik. Enam rahmatli o'tib qoldilar 2007-yili. Keyin ayam ishlamay qo'ydi, endi dedi, onam o'tdi, men qanaqa qilib ko'chaga chiqaman deb 1 yil aza saqladik. Haftayam 1 yil turdik.
Keyin muzlamada ayam oshxonaga ishlayotib yiqilib tushdi. Enamni yili kuni o'sha rosa bir yil bo'lib to'lganda ayam yiqilib tushib, bansaga tushib qoldi. Qo'l uchta joydan sindi chap qo'li. Banisada 15 kun olib yotdi. Hech kim xabar olmadi onam. Xabar olmagandan keyin o'sha mashinadan 3 kunda xabar oldi. 15 kun bo'lmasdan mashinadan borib, mashinadan 2008-yil oila qurgan bu dadam. O'sha qo'li singanda. 2008-yilda qo'li singan. Mashinasi uyga ikkinchi ro'zg'ori. Mashina bo'lib ota o'zi qarmog'iga olib bizni yaxshi yomon kunimizda billa bo'lib o'shancha yilda 19 yil otalik qildi. Ana onam o'tganiga 4 oy bo'ldi. 9-dekabrda bo'lmadilar. 2025-yil 12-oy 9-chislada bo'lmadi. O'sha yurak bilan. Biz bilmaganmiz, sahar kuchayib ketgan. 20dan oshib ketgan deyarli sahar. Ikkita yurak quriyotgan, o'tqayda toshi bor ekan, deydi doktorlar. Shular onam o'tib qoldi. O'tgandan keyin bu dadam bo'lsa aytdiki, biqinim og'riyapti-da, bolam dedi. Nimaga og'riyapti? Boringchi doktorga, sen ishlashim kerak. Fermerda ishlayapti dadam yerda. Fermerda ishlar edi. Fermerda ham bir 12 ta fermerda ishladi deyarli. Bitta qayta bordida, chiqib ketgan fermerga ham qaytib boraverdi dadam. Uy topolmaganman, iloji yo'q. 15 ming oylikka yashardik. 15 ming beradi, bir haftaga yetkazishimiz kerak, o'sha 15 ming. Faqat qorin to'yish uchun yashadik xolos. 15 ming o'zimiz 15 mingmi? 15 ming so'm. 2015-yilda o'shanda. 15 mingni zo'rg'a beradi. Undan nonga yetadi, na boshqaga yetadi. O'shandan shukr qilib yashadik inshaalloh. Kunlik 15 ming. Kunlik o'sha bir haftaga beradi, har chorshanba beradi 15 mingda. Haftasiga bir marta 15 ming beradi. Haftasiga bir marta. Endi hisoblaganda 60 ming bo'ladi 4 haftaga. O'shanda ham dadam arendaga mol boqar edi. Bu paytda 50 ming so'mga mol boqardi. O'shandan ortqizib, o'sha arenda masalan 3 ta arendasi 150 ming bo'lsa, kiyim-kechagimiz, masalan, o'sinam kichkina ustiga. Men kollejda o'qiyman. Kollejda ham bu paytda bitirdim shekilli. Adashmasam 2005-yilda ketganda uydamizda, hammamiz deyarli. O'shani yetkazardi. Tashab qo'ymadi, birovga qaram qilmadi. Shash biqini og'rib turib doktorga bordi. Boring kechasi bo'lsa ham dadasan dejurlar qararmikan. Qaraydi doktorlar dedim. Jo'natdim, bordi. Bir tomon shamollagan chiqqan endi. Ikkinchi tomondan ko'rib qo'yavering, bilechi degan bo'lsa, o'simta chiqib kelgan. Baxtiga endi u doktor farg'onalik bo'lgan. Endi o'zi tortib ketgan. Ertaga olib boramiz Farg'onaga bir tekshirtirib edi. Keyin keldi, nima bo'pti desam, ertaga aniq bo'ladi, menga aytmadilar. Keyin ertasiga bordi, analizlarni topshirdi, boshqa qildi. MRTga yozib keldi-da, o'simta bor ekan. Keyin MRTga tursam, keyin anig'ini aytishar ekan. Undan keyin bordik billa, borsak MRTsi 2 million 300 ming ekan. Qo'limizda pul yo'q, 800 ming pul qolgan. 800 ming ishtimi yetmaydi, qaytaverarkanmiz dedi. Qaytib keldik, uyda qo'yimiz bor edi, 2 dona. Ayamdan qolgan, o'zi yetib keldi, ayam kasal bo'lmasdan oldin sotdi, ketma-ketiga. Marosimlariga ketdi o'zini. O'ziga ketdi. 2 ta qo'y qolib, uyni sotib 4 millionga. Yana bordik. Borib MRTga tushdi, uni olib borsak, operatsiya qilish kerak. 2 xil usulda dedi. Bittasi dedi, yo yurakni kesib tashlash kerak dedi. 6 million bo'ladi yuragini kesib tashlasak o'simta bilan. Agar yo'q, lazer yordamida desalaring dedi. Qo'liga 25 million berasizlar, 20 million dedi, 10 million dedi o'sha dori-darmoni yotoq joyiga bo'ladi. Keyin kelib uyda o'yladim. Endi hali o'simta degandan keyin o'sadi baribir. O'smay qolmaydi. Telefonga ham kirdim. Keladi, nima bo'lar ekan, sen yurak qobig'iga o'ralib ketishi yoki nimaga chiqib ketishi, o'tib ketishi, o'sishi mumkin degan nimalarni eshitdim. Bildirmadim, ichimdan zil ketdim. Endi buni ham yo'qotaman. Bittasini yo'qotdim. Yetmadimi? Endi ikkinchisini yo'qotib qo'yaman. Bosas qildim. Keyin
Yazavon ikkinchi umumta'lim maktabini bahsinimi sinf rahbari bor edi Azamatjonga. Tog'amdan nima yuribdi, doktorga chiqyaptimi deydi. Ha, doktorga chiqyapti. Shunaqa bo'lyapti uka. Blogerlarga nima qilsam, ishini to'xtatishibdi ko'pchiligi. Nima qilishni bilmayapman. Ayam o'tdi bir yerdan. Men buni ham yo'qotib qo'yamanmi desam, opa yordam beramiz, xudo xolasa. Keyin Nasib Opa o'sha ikkinchi maktab umumta'lim maktabini direktori kirib ayasiga tushuntiribdi, o'g'li Azamatjon shunaqa Odinaxon dadasini mazasi yo'q ekan, nima qilamiz desa bari esiga kelib qoldi. Dilmurod aka Tanjon sog' bo'lsin. Keyin baqa iltimos qilishdi, keyin Tursunoy borishadi qizim, qad bo'lmang, hammasi yaxshi bo'ladi, yordam berishadi. Boshida kelganda bu pullar yo'q edi. Operatsiyaga yig'iladigan mablag' bunaqalik natija bo'ladi deb ham o'ylaganim yo'q. Endi bizni kanalda, Dilmurod Shogirdning kanalida, bizni shu o'quv jamoasining kanallarida yaxshi insonlar, saxovatpesha insonlar ko'p qarab turmaydi. Mana ancha vaqt chetlanganman. Dilmurod Shogirdning kecha ustoz o'zingiz kelmasiz bo'lmaydi deb qattiq iltimos qildi. O'tib uyingizga bo'pti, mayli boraman dedim. Endi ro'za olgan kunlarda ko'pchilik ehson qilyapti ekan. Tabiiy sog'lik uchun sizlar mana bevatan 20 yildan bevatan yuribsizlar ekan. Sizlarga bir vatan qilaylik. Kuch birliklarda ko'pchilik mana kommentariy yozyapti ekan, telefonlar qilyapti ekan. Mana hozir yo'lda Donogan to'xtovdik. 7 bolalar ham aytdi, kecha o'tib keldik. Biz soy bo'yida turib, ana yerda shunaqa qiynalgan oila borligini bilmagan ekanmiz deb gapirishdi. Soy bo'yida ham so'zim bilmaydigan insonlar ham bor ekanda ko'p ekan. Endi shunday insonlar ham bor, obunachilar, ehsoni bor, qayerga berishni bilmaydigan insonlar ham bor. Mana hozir o'gay dadasi, qisqa qilib qo'pol gapirganda o'gay dada deyiladi-da. Endi mehribon dada deb olib boradigan bo'lsa, mehribon dadasi bilan mana shu ijarada uydan ko'rsa bir yaxshi inson, mana shu yerda yashovchilar svetlarini pulini to'lab deb, mana shu bir xonali uyda dadasi ikkita qizi bilan hozir qolishdi. Mana To'ray oldin onalari olamdan ko'z yumibdi. To'ray, ha? To'ray oldin mana onalar olamdan ko'z yumibdi. Hozirgi kunda boquvchi bemor. O'tib keldik Dushanbega operatsiya. O'zi operatsiya ham bu haligi 10 kunlik lecheniya emasda, bu murakkab operatsiya o'tkaziladi, chunki hozir tig' ustida turibdi ota ham bitta buyrak olib tashlalanadi, chunki o'sha buyrakda o'simta buyrak qobig'ini yorib chiqishni boshlagan. Endi doktorning maslahati, agar bu ertaga suyakka, o'pkaga yoki jigarga uyg'onmasligi uchun tezroq buyrakni bitasini olib tashlash kerak. Shunda qutulamiz degan kecha yotqizib keldik Dushanbega. Dushman kelgan Dushanba. O'z avvalo assalomu alaykum obunachilar. Ustoz, avvalo rahmat. Bitta narsa esimga tushdi. Eslaysizmi? Qashqadaryo dehqonobodga borganimizda yig'lagan edim. Yo'q, tandir kelyapti Dilmurodjon. Ha. Men bular birinchi xonadoniga kelganda savol berdim. Sen ro'za tutyapsizmi? Sen tutyapman. İftor nima bo'ladi? Hech nima. Kiringda degan. Hozirgi 21-asrda azizlar ota qiz bitta xonada yashash qanaqa mantiqqa to'g'ri keladi? Tasa bitta xona mana. Hozir kiramiz ko'rsatamiz. Bu uy ham birovniki, bitta qoraka qurib, mayli ular sharoitini bilib, mayli yashasın. To'kini to'lab yashasalar ham bo'ldi degan shu bittasi yaraqli uy ham hozir kirsangiz qo'rqib ketadi. Nari tomonlarda umuman yashaydi. Endi hozirgi zamonda tasavvur qiling. Men o'sha kunda esladim-da Dehqonobodda. Hozir o'sha kuni ham aytdim. İftorda hech kim uyda o'tirmayapti. Qarang, ko'cha to'la mashinada. Somsa yeyapti, shashlik yeyapti. İftorlarga boryapmiz. Birov iftor qilsa maqtayapmiz. Falonchi pista qo'yibdi. Bodam qo'yibdi. Lekin bitta iftor qilganim kirsam, so'zi, piyoz, kartoshka bo'ldi. Non botirib yeyapti. Ro'za tutyapti shu qiz. Nolimayapti birovga. Xullas, to'g'risi men majbur bo'ldim shu oilani
mahkam ushlashdi. Alhamdulillah. O'zi bu qiz 30 million so'm otasiga operatsiyaga yordam so'rab chiqqan xolos. Menga 20 million operatsiyaga 10 million yotog'iga bo'ldi. Shu kerak dedi. Bu oilani olib chiqsam xalq ko'ngliga yoqdi bu qiz. Ozodaligi, pokizaligi, halolligi, kunda отчет topshirishini ko'rsangiz yig'laysiz. Mana pulni ishlataveraymi deb so'raydi. Baraka topkir, bu pullik saniki, nima olsang olaver. Bu bundaqa deydi. Nima dedi xalq? Xudoyim yaxshi insonlarni ro'baro qilib 30 millionli operatsiya mana hozir bepulga bitadi ham bo'ldi. Yaxshi insonlar o'rtaga tushdi, buni bepul qildirildi. Vatani yo'qligi sababli xalq o'zi qo'lladi. Keling, shu qizni, shu otani vatanli qilaylik dedi. Qarangki 9 ta video qo'ydik. 80 million 400 ming bo'ldi. Hozirgi kunga qadar yaxshi insonlar Tojikistondan, Qirg'iziston, qo'yingki butun yer yuzi oyoqqa turdi. Men sizni chaqirishim boisi baribir ustozimsiz. Bizdan ko'ra ko'p bu loyihalarda amalga oshirgansiz. Demoqchimanki, o'zi qisqa vaqt qoldi. Hozir dushanba kuni operatsiya bo'ladigan bo'lsa, 10 kunda javob bo'ladi. 20-mart kuni tug'ilgan kun. Endi bemor odam operatsiyadan olib chiqqan odamga qarang, sharoit yo'q-da. Olib kelasiz, ahvol zak, ana uydichi tualeton ahvol burchakka umuman sharoit yo'q. O'shanga bitta bo'lsa ustozim yonimda tursa quvvat bo'ladi. Hamma endi bitta bo'lsa ikkita kanaldan chiqib ko'paysa, shu banisadan chiqishiga imkon qadar bir shu oilani bir vatanli qilib yorug'lik olib chiqsa degan maqsadda kelib sizga qo'ng'iroq qildim. Endi yana aytyapman, agar bu haligi yengil olib borib mana uy bitguncha bitta joyga olib borib turaylik, yengil kasalligi bor ekan, diydoxon kasalligi bo'lganda boshqa edi, olib borib sanatoriyaga yo bitta joyga yotkazib 10 kun yengil ukolni qildirib qo'yib 10 kundan keyin ko'zini yo'q. Bu azlar murakkab operatsiya. Men juda qayta so'radim. Singlim, rozimisiz? Ertaga bu operatsiyaga kirib ketyapti. Meni misol ertaga san ana qiluvding degan gap bo'lmasa, bu murakkab operatsiya. Rozimisiz singlim? Rozimisiz deb qayta so'radim. Roziligini oldim. Mana o'zi aytsin. Majbur, men iloji yo'q, ilojsiz qoldim men. Majburman, roziman dedi. O'shandan keyin mana hamma hujjatlar tayinladik, kecha yotkizdik. Hozir mana 3 ga operatsiyaga tayyorgarlik ko'riladi. Dushanba kuni inshaalloh o'sha o'simta olib tashladi. Chunki o'simtani, buyrakdagi o'simtani razmeri o'ta katta. O'sha ertaga u qobiqni yorib chiqadigan bo'lsa, u o'simta suvakka o'tsa, o'pkaga, buyrakka o'tsa, keyin ximiyalar boshlanadi, undan bundan kattalashib, ertaga 400 millionli muammoga, 500 millionli muammoga ham yordam bera olmay qoladigan darajaga borib qoladi. Undan bitta buyrakni bartaraf qilsak, imkon qadar yashash uzayadi deganligi uchun mana rozi bo'lishdi. Shu ishga qo'l urdik ustoz. Hamdulillah, sog' bo'lsin. Endi insonni birinchi to'g'ri tiriklik inson tirik ekan, hamma narsaga erishsa bo'ladi, lekin mablag' bo'lmagandan keyin mana shunaqa saxovat beshi insonlarda boriga ham shukr deymizda. O'sha yaxshi insonlar bo'lmasa, mana Dilmurodjon kelmaganda, ijtimoiy tarmoqqa chiqarmaganda shuncha odam bilmas edi. Najmon soy bo'ylar ham, masalan, mahallangizlar ham bilmaydi-da. Tashqariga misol yurganda, bular yaxshi yashayapti deb o'ylaysiz, lekin ichkaridagi bir hayotiga kirib, oilasini, hayotini, yurishini, turishini, yeyishini, ichishini ko'rganingizdan keyin Rossiyadan joy ekan deysizlar-da. Bilmabmiz, bunisi Rossiyalardan turib telefon qilyapti deb mana soybo'ylar ham aytayapti. Keyin mana ko'p ketib ozi qolibdi. Avvalambor mana shu ro'za ulg'aygan kunlarda birinchi o'rinda duo. Duo qilinglar, bu qizlarimizni, dadalari shu operatsiyadan sog' salomat ko'rmagandek chiqib olsin. Undan keyingi biz endi hozir ehson qilishda misol uchun to'xtamaylik. Mana kartalarni qoldiramiz, ehson qilaveringlar. Hozir mana qancha pul bor hozir? Hozir aniq qo'limizda endi 80 million 400 ming so'm pul bor. 80 million 400 ming so'm pul bor. Endi hozir operatsiyadan chiqqandan keyin ham bunaqangi sharoitda, bunaqangi iqlimda yashaydigan bo'lsa, yana boshqa muammolar kelib chiqaveradi. O'zi hozir uyda bir ko'rsangiz ham yerda yotadi-da, tog'a.
Mana hozir ko'rsangiz, вообще ajiz. Endi mana Endi sharoit bo'lmaganda to'g'ri qiyin-da. bitta gap keldida, mana hozir Anvar akam xo'roz boqadi. Buni bilasizlar. Qo'pol qilib aytganda xo'rozxonasi chiroyli-da. Hozir kiring, mana ishonmasangiz kiring uyga. Endi nima qilsin? Tovuq boqayotgan joyingiz chiroyli-da bu yerda. Endi hamma mablag'ga taqaladi. Lekin baraka topsa o'shanda ham o'sha uyni ichini mashq qilib pokiza. Mana agar qarang, men o'ylayversin, mana shuncha terakni barga qaqa ketyapti. Uni qarang, agar g'ozonga bosib yotibdi. Mana shu yerda qarang, mana shu yerga tushadi. Shunaqa pokiza saqlaydi. Idish tovoqda qarang, shunaqa pokiza saqlaydi o'shanda. Men to'g'risi bu qizga qoyil qoldim. Mana shu pechga gaz yo'q. Ashitdan kirishib, shoh-poq bir narsalar sindirib, na o'tin bor. O'tin qiladigan ota bemor. Yaramaydi ishga. Bu qizlar qatdan o'tin qiladi. Bu qiz 8-sinf o'quvchisi, maktabga ketadi. Hamma yo'qni ashitdan boradi, kaltay-paltay sindirib olib keladi, pechga yetib qish chiqaryapti. Endi obunachilar, men Dilmajon shogirdimni kommentariyasini o'qidim. Proyekt boshlang, uy soling, boshqa deb kommentariy juda ko'p yozyapti. Hozirgi kunda mana yuqoridagi mutasaddi xodimlar, blogerlar o'sha dokumentalniy qilib qo'ydi. Через davlat orqali qilib qo'ydi. Shuning uchun biz bunaqa proyektlar qila olmaymiz. Даже men murojaat ham olganim yo'q edi. Uyda dam olayotgan odam 2 yil 3 yildan beri dam olayotgan shogirdlar bo'ldi, endi ustoz dam oling degan uchun hali yig'ilsaga bosh og'riydigan bo'lib qolganim uchun men o'sha 2-3 yil men chetlanib turdim. Mana videolarni har kuniga shu sizlarga mana kuzatib boraman, Dilmajon shogirdim. Xursand bo'laman. Shogirdlar chiqarib qo'yganiga. Endi nima demoqchiman? Undan ko'ra hozir mana dadalari ham hozir necha kirdi dedingiz? 63 ga kirdi. Mana ikkita qiz bola. Endi bu mana hayotidan misol uchun ajrashib ketgan ekan. Endi bunaqangi joyda yashash to'g'ri ham kelmaydi. Endi o'shanga men o'zim shaxsiy fikrim, Dilmajon shogird. Sharoitga qarab, agar yaxshi insonlar mana shu kanaldan qo'llaydigan bo'lsa, Yazondan shu ikki xonali bo'lsa ham dom olib qo'ygan yaxshiroq. Bir xonasida singlisi bilan, bir xonasida dadasi yashayveradi. Mana o'sha fikrda. Eng tinchi mashmashasiz bitadigan narsa shu. Chunki dadasi ham mana aytadigancha mana operatsiya bo'ladi deyapti. Operatsiyadan bunaqa joyga chiqadigan bo'lsa, yana diqqat bo'ladi. Ertaga nima qilaman? Ertaga siz ketasiz, ishingiz bor, hamma ishi bor. Ketgandan keyin yana dadasi bitta qoladi. Ishga yaramagandan keyin bu ikkita qiz bola bilan bunaqa joyda ijara to'laydim, boshqa to'lamaydi. Har bir insonda o'zini vatani bo'lgani yaxshi. Keyinlar mana shuncha inson mana 80 million oshiq pul yig'ilibdi. Yana bir ro'zolo'yin pullar bu qo'llab yuborsak, kattalarni qoldiramiz, opsiyaning kommentariy qoldiramiz. Tartiblarniki. Tartiblarniki Oxunov vlog deb yozsalaring, shogirdimning videolari chiqadi. Bemalol kirib boshidan ko'rsalar ham bo'ladi. Dadasini ham misol uchun videolar qilib chiqarishgan. Befarq qolmaysizlar degan umiddaman. Endi anchadan beri video qo'yganim yo'q edi, lekin bu oilani ko'rib majbur bo'ldim. Mana shu kelib shu Dilmajon shogirdim yonida turay, hech bo'lmasa bir dalda bo'lib turay deb. Xudo xolasa bu oilalarda xursandchiligini albatta birgalikda ko'ramiz, xudo xolasa. Endi siz domda bir surishtirib ko'ravering. Agar sizlar o'zlaringiz Yazonda tanishlar bo'lsa, sizlar ham surishtiringlar. Endi hali hamma yoqqa qulay joy bo'lsa yaxshida. Markazdan bo'lsa. Markazdan, maktabga ham, banisaga ham, hamma joyga, masjidga ham, yaqinlar joylardan, bu sentral joylardan ko'rib nima qilinsa, dadam xudo xolasa yaxshi bo'lib ketsa, mana masjidga olsa qulayroq bo'ladi. Baribir endi dadangiz xiqdegandan keyin bemor hisoblanadi-da. Bir yilgacha umuman hozir ehtiyot qilish kerak. Keyin bitta narsa, men ta'sirlangan joy, kecha Tojikistondan bir odam telefon qildi. 4 million 900 ming so'm zakoti bor ekanda. Tojikistonlik ekan o'zi, Rossiyada. Endi o'rgandim-ku o'zbekchani. Bular dadasi tojik-ku. Endi boshida aytganmiz o'sha tojikligini, o'sha Bo'rivoliqdan kelib qolgan tojik aka. Qaytib Bo'rivoliq. Oltiariqda Bo'rivoliq degan qishloqdan kelib qolgan-da u amaki. Millati tojik, lekin shu yerda yashagan. Endi uka dedi, rahmat. Ho uka. Uka dedi, ho aka desam, dedi respekt dedi. O'shanga aytaman, ali tojik, qirg'iz ta'lim yo'q. Batta alhamdulillah musulmonmiz. Bu tojikmi, sen tojik ekansan.
Sen Qirg'iz ekansan, sen Qozoq, sen O'zbek ekansan, bitta millat ajratish yo'q. Ey, bizning vazifamiz. Mendan boshqa odam bo'lganda ham mana shu ishni qilgan bo'lardi deb o'ylayman. U millati tojik bo'ladimi, qirg'iz bo'ladimi, o'zbek bo'ladimi, imkonimiz bormi? Beraylik yordam, ertaga duo qilib yursin. Endi davlatlarimiz boshqa bo'lgan bilan alhamdulillah musulmon farzandlarimiz mana Qirg'iziston, Tojikiston qo'shni davlatlarga ham o'tib proyektlar qilganmiz. Endi u davrlar boshqa edi. Mana hozir 2026ni boshida turibmiz. Keyinlar mana shu oilaga bir xursandchilik olib kelaylik. Bu oilani xursandchilik ko'rish hammamizga nasib qilsin. Ehsonni mukofoti ehson deydi. Lekin mana shunday oilalarda rosa ehsonni joyi ekan deb izlab yurgan odamlar bor, ehson qilayotgan odamlar bor. Yaqinlaringga tashlasang, yaqinlaring ko'rib, bu oilaga ehson qiladigan bo'lsa, ehsonga bir sherik bo'lib qolasizlar. Ehson rosa joyi ekan. O'zi sekin ishlarni ko'ramiz bu narsani. Mana shu bu o'tinxona. Ko'ryapsizmi, pechga yoqadigan o'tinlar. Hop, endi mana shu yashaydigan xona mana shu. Mana shu xona. Ota, ikkita qiz mana shu bitta xonada yashaydi. Bo'ldi, boshqa mana shu eski shkaf, ikkita sondiq eski, bo'ldi, boshqa hech nima yo'q. Lekin uyda qarang pokizaligini. Shunchalik bo'lsa ham uyda pokizaligi yetib boradi. Mana shu ahvolda yashashadi bu bechoralar. Hop. Endi bu yerga o'tadigan bo'lsak, bu yerga omborxona. Bu yerda umuman yashashning imkoni yo'q. Qaranglar. Mana hozir mana shu ehsonga kelgan kartoshka, piyoz, sabzilar mana shu ehsonga olib kelishgan. Shu yashash. Polni qarang, tushib ketaman ham, likillashini qarang. Bu ham birovning uyi. Eski tandir bor. Bu yerda qo'yi bo'lgan amakini 2 dona qo'yni sotib, MRT qildirib kelgan, tekshiruv qildirgan shu operatsiyadan oldin. Bunda bitta mana sharoit bor. Endi o'ylang, operatsiyadan chiqqan odam o'shoqdan mana shunaqasiga kelib ketish kerak-da, batki. Bu umuman chataqda shunaqangi sharoit. O'rmon